Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Mana navbatdagi So'g'oy tumanimizni Samarqand shahri Jonboy tumani Behruz ukamizga mana olib keldik. Mana shu joyga. Mana bularning mo'ykasi. Mana So'g'oy tumanimizda 3 xil hidi bor. Sheyx, salon, lakochi, chenitel. Mana chenitellarimiz ham ishlatib ko'ramiz. Stopni bosgandan keyin ko'rdingizmi mana? Уже davno stop bosildi, mana So'g'oy tuman kelyapti. Shundan keyin juda qolib ketmaydi. Keyin navbatdagi mana chenitelimiz, olamiz chenitelni. Navinasini ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rdingizmi? Chiroyli ko'rsatadi. Mana balonga sepib ko'rsamiz mana. Hamma joyga boradi. Karpetaga, balonga hamma joyga yetib boradi. Keyin turba sushkamiz bor mana. Qishligini sovuq qo'ysa bo'ladi, qizdirib qo'ysa bo'ladi, yozligini sovuq qo'yaveradi. Bu mashinaning ham changlarni chiqarishga yordam beradi. Juda kuchli havo beradi. Bu yoq tomonda bo'lsa, mana patkachka shenimiz bor mana. Patkachka shenimiz bor. Mana. Mashinani damin to'g'rilasa bo'ladi. Bo'ldi,